Voy, ko'rishib qolgan joyimizni qaranglar. Odamni qaranglar. Nima yeymiz? Hozir mazasini ko'ramiz. Gastinissamizda ikkita restoran bo'lsa, katta restoranlardan bittasi veranda, bittasi turkuaz. Hozir biz turkuazga ujin vaqtiga keldik. Bu yerda nimalari borligini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mazasini ko'ramiz. Bu yerda shirinliklar. Lekin mana ham zo'r ekan mazasi. Eski baklava. Mana shokoladlarni ko'p qo'yganini qaranglar. Xohlaganingizcha olib yeyishga bo'ladi. Bolalarimiz mazza qiladigan joylari. Avashno ragu, berok raju, indiyga. Akka video qo'shdi. Balonlarni xohlaganingizcha chiroyli qilib o'rnatganlar. Bu yerda har xil shashliklar bor. Etganinglarni olib sizlarga tayyor qilib pishirib berishadi. Kurica kislo-sladkий соус yozdi. Baliq, guruch, püre, курица на гриле, запеченный картофель, локти, греческие мусаки локти, сушили, овощи, холодный закуски. Spetsiyalarni qaranglar, qilib qo'ygan. Холодный закускаlarni ham san'at asari qilib ma'mulab qilib qo'yganini qaranglar. Krevetkalar, har xil balonlar. Do'stlar, уже qorinam chiman, ovqatlarni ko'rgan sari qorin to'yib qo'yapti. O'shaning uchun narsa olmadim, lekin hamma narsani qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildim. Lekin bizani oshxona bilan solishtiradigan bo'lsak, bizani oshxonani oldi bular вообще pastga qarab tushib ketishadi. Bu yerda videoga e'tibor berishgan. Endi bular mahsulotlar ham yomon emas, yaxshi. Chunki boshqa restoranlarga nisbatan, boshqa gastinisalarning ovqatlariga nisbatan bularniki yaxshi, chunki bu yerda turk oshpazlari qiladi. Bizga ham turk millatiga yaqinroq bo'lgani uchun Misrlikni yo'miz. Boshqa restoranlarda, boshqa gastinisalarning restoranida Misrlik oshpazlar qiladi. Uncha yoqmasligi mumkin sizlarga. Voy, ko'rishib qolgan joyimizni qaranglar. Odamni qaranglar. Nima yeymiz? Hozir mazasini ko'ramiz. Yaxshi ber. Hammalarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.